Vallahi hammalaringga assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun yana Kriko. Do'stlar, hammalaringga yana bir bor salom. Nimaga unaqa deyapman o'zim ham bilmayman. Nether Fortress topdim. Ikkinchi qism olamiz jigarlar. Qani let's go. Sizlar tayyor bo'lsalaring, men bugungi videoni boshlayman. Do'stlar, bugungi videoni daraxt chopishdan boshlaymiz. Qandaydir qilib. Osh, hozir de kelib iloji boricha oddiy daraxt topish kerak. Mana shu milliy daraxtimiz yo'qotdi menga. Zo'rda. Qanaqadir yoqib ketadi boru. Hozir qazib olamiz. Tak 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 tak. Babam mana 14 ta daraxt. Mana sizlar uchun 2 sekundlik, 5 sekundlik ish, men uchun 2 minutlik tashvish dedi. Mayda nima kengash bo'lyapti. Nima yig'ilib oldilar? Kimdan so'rab yig'ilib oldilar? Kim aytdi Sibirga chiqdi? Hazil. Endi mayaqdan borib mayindi o'tib mende tupuradi plus. Mayli urmaymiz bola. Chunki birovni tupurgani bizga tegmaslik kerak. Endi ana 56 ta ko'ponnida ko'ramiz. Xo'sh, avvalgi qismda biz 6 ta temir oldik. Endi shuni bunday qilib 3 tasini taqir yasashga ishlatamiz. Ana do'stlar, endi biz paqirimiz bor. Uni ham ishlatamiz. Dalshi biz cho'pimiz ham yo'q ekan. Qanaqa dalshi? Blet. G'alati bo'laman-da. Mayli ham qo'yaverasizlar, nima ham deymiz. O'zimga balli. Xo'sh, do'stlar, bugungi qismda biz suv olamiz. Ko'mir qaziymiz. Temir qaziymiz. Olamiz va sekin orqamizga qaytamiz bolalar. Voy shaq. Endi mana uyimizga kiramiz. Mana uyimizga. Keyin esa bab deb qo'yamiz bolalar. Keyin ular kutamiz ungacha. Mana ushab turib yangilab olamiz do'stlar. Ana yangidek bo'ldi qoldi. Esimda do'stlar, o'tgan safar bir marta zisiz degan bo'ldi, o'lib qoldim. Ajoyib bo'ldi. Qarochi, endi bu qismda nima qilamiz? Desalaring, ana ancha temir topdik, paqir yasadik. Xo'sh, Nether Fortress topish kerak. Ular hali ish ko'p-da jigarlar. Nima deymiz, endi ularga qaraymiz. Bab. Keyin temirga qo'shamiz. Buni makka. Voy uzun. Xo'sh, terazdan qarab qo'yamiz. Keyin hozir soat kechqurun ancha kech bo'lib qolgan. Ko'rishlaring mumkin 21:19. Men bo'lsam kunduzi bilan itarilib ish qilganman. Charchaganman ancha. Shuning uchun ikkinchi qism tugatib turaman.
uyqum kelib ketyapti bolalar. Sizlar esa bolalar obuna va like tuychasi bilan obuna va like tugmachasini bosib qo'yinglar. Короче, men video tugataman. 3-qismi uchun 15 ta like so'rayman, chunki bu videomiz masshtabli bo'lishi kerak. Yaxshi prosmotr keldi birinchi qismiga. Hamma videolarimga bo'lsa 50 ta, 60 ta prosmotr kelyapti. Shu birinchi qismiga 120 ta prosmotr keldi. Bunga qancha kelar bilmadim. Albatta men qo'llab-quvvatlanglar. Komment yozinglar, javob beraman deganlar. Bu bo'lmasam sizlar bilan kriga bo'ldi bola. Hammalaringga xayr sog' bo'linglar.